Zinokor dunyoda 3 narsaga duchor bo'lmay o'lmaydi. Birinchi, zino qilayotgan vaqtida agar bu ishini halol deb qilayotgan bo'lsa, iymonidan ajralib turadi va agar shu holatida ajali yetib vafot qiladigan bo'lsa, iymonsiz vafot qilib, abadiy do'zaxiylar safidan bo'lib qoladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam zinokor zino qilayotganida mu'min bo'lib qola olmas deb aytganlar. Muttafaqun alayh. Ikkinchi, agar zinosiga tavba qilmasa, o'ziga ham zino qilinadi. Ya'ni u birovlarni ayoli, qizi, singlisini yo'ldan urgani kabi o'zi ham shundayin holatlarga duchor bo'ladi. Hadisda kim zino qilsa, unga ham zino qilinadi deb keltirilgan. Uchinchi, yuzi nursiz va o'zi esa hurmatsiz bo'lmay qolmas. Zinokorga hech kim ishonmaydi, chunki u birinchi imkon bo'lishi bilan sizning yaqinlaringizni yo'ldan urishga urinib ko'radi. Shu sababli zinokorning haqiqiy sodiq do'sti bo'lmaydi. Garchi yuzi chiroyli va oppoq bo'lsa ham nursiz, yoqimsiz bo'ladi. Zotan harom ishlarga mukkasidan ketib, taqvosi yo'qolgan yuz nurli bo'lishi aslo mumkin emas. Azizlar, ushbu ma'lumotlarimizni boshqa do'stlarimizga ham tarqataylik. Bilmasdan yomon yo'lga kirib qolgan birodarlarimizga ham yetib borsin. Videoyimizga bir dona like bosib, tarqalishida o'z hissangizni qo'shing va zinokorlarni to'g'ri yo'lga boshlab, siz ham savob oling.